2026-yilda kim pulli bo'ladi? Kimki 2006-yilni bilib, ana shu yilni kayfiyatiga ko'ra ish qiladigan odamlar. Xo'p, bugungi videoda ham pul baraka haqida gaplashamiz va ko'pchilikka qiziqarli mavzu 2026-yilda kimlarning omadi chopadi? Mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Dildora Jumanova, xalqaro toifali coach terapevt. Agar siz bugungi efirda yoki videoda birinchi marta bo'lsangiz, hoziroq ekranga yaqinroq keling, podpisatsiya tugmasini bosib bizga obuna bo'ling. Bu yerda sizga masalangizni hal qilishda ko'zdan qochirayotgan narsalaringizga e'tiboringizni qarataman va o'zingizni ustingizda ishlash, shaxsiy rivojlanish bo'yicha eng samarali va ishlaydigan texnikalarni, bilimlarni mana shu yerdan olasiz. Demak, mavzuga qaytamiz. Pul baraka mavzusi. Hammaga qiziq, 2026-yil kim uchun omadli bo'ladi? Kim uchun imенно pulda prorыв bo'ladi, o'rtoqlar? 2026-yil ham, 27-yil ham, bundan keyingi yillar ham, bundan oldingi yillar kabi ilmli odamlarni oshig'i olchi bo'ladi. Ya'ni dunyoni katta formulalar o'zgargani yo'q, o'yinni qonun-qoidalari o'zgargani yo'q. Agar siz 26-yilni biladigan bo'lsangiz, bu yilni kayfiyati qanaqa bo'ladi, bu yilni kelishi qanaqa bo'ladi, mana shunga ko'ra ish qilsangiz, sizni oshig'ingiz olchi, nafaqat pulda, balkim boshqa jabhalarda ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi zamonlarda bizni ota-bobomiz aytishgan, bu yil nima uchundir yaxshi yil yoki nima uchundir yaxshi yil emas deb aytishgan. Esizdami? Masalan, bu yil bug'doy uchun yaxshi yil yoki bu yil arpa zo'r bo'ladigan yil. Ya'ni bizni qarang, ota-bobolarimiz tabiat bilan hamohang bo'lishgan, vaqt bilan hamohang bo'lishgan. Bugungi kunda biz yerdan ham uzoqlashib ketdik, ajdodlarimizdan ham uzoqlashib ketdik, tabiatdan ham uzoqlashib ketdik. Mana shuning uchun biz bugungi kunda raqamlar orqali hisob-kitob qilib, mana shu narsalarni podshotini chiqarishga ehtiyojimiz bor. Oldingi ajdodlarimiz bu narsani avtomatik bilishgan. Qanday bilishgan? Естественно, kuzatib borishgan. Masalan, bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, keyingi yil arpa yaxshi bo'ladi, keyingi yil yana nimadir yaxshi bo'ladi degan hisob-kitobni qilishgan bo'lishi kerak. Lekin biz bugun tabiatdan uzoqlashib ketganimiz uchun hamma narsani agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, sun'iy ravishda hisob-kitob qilib bilishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, bu yil ham oldingi yillar kabi va bundan keyingi yillar kabi bilimli, ilmli odamlarni oshig'i olchi bo'lgan yil. Xo'p, endi agar yillarni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'rtoqlar, shunday yillar borki, siz biz uchun biror bir yangi ishni boshlamaganimiz ma'qul bo'lgan yillar bor. Shunday yillar borki, u yilda ekkan narsangiz ko'karmaydi va bu yilda biror bir narsani boshlamaгаningiz yaxshi. Undan ko'ra kuch yig'ib, keyingi yillarga aytaylik resurslaringizni saqlab qolganingiz maqsadga muvofiqroq. Yana shunday yillar bor, u yillarda jarrohlik amaliyoti yaxshi emas. Undan ko'ra jarrohlik amaliyotingizni keyingi yillarga iloji bo'lsa yoki bo'lmasam u yerda ham o'zini oylarini to'g'irlash, ya'ni yilning qaysidir bir oylariga ko'ra aytaylik zarari kamroq bo'ladigan oylarni tanlash imkoniyati bor. Agar har bir yilni hozir tahlil qilib beradigan bo'lsam, keling oldin umumiy yil, shaxsiy yil degan narsalar haqida aytib bersam-da. Men o'zim Syutsay deb nomlangan raqamli ilmni masteriman. Professional darajada o'qib bitirib diplomlarga ega mutaxassisman. Master klasslar, konsultatsiyalar, intensivlar, efirlar o'tkazishga litsenziyaga ega bo'lgan mutaxassisman va bugun sizga qisqacha mana shu raqamli tahlil bilan bo'lishib o'taman. Bizda dunyoni kalendari bor da va mana shu kalendar bo'yicha sonlar va raqamlar umumiy raqamlar deyiladi yoki umumiy yillar deyiladi. Masalan, 2026-yil umumiy birinchi yil, qanaqasiga birinchi yil bo'ladi. Agar har bitta sonlarni qo'shib chiqsangiz, 2026 2 + 2 + 6 necha bo'ladi? 10 bo'ladi. 1 ga 0 qo'shsak 1 bo'ladi-da. Bizda 9 ta tabiiy raqam bor va biz har qanday ko'p sonli yoki ko'p xonali sonlarni bitta raqamga tushiramiz. Masalan, 12 bo'ladigan bo'lsa, 1 bilan 2 ni qo'shib 3 ga tushiramiz, ya'ni bitta raqamga tushiramiz. Demak, 2026-yil bu umumiy birinchi yil ekan.
birinchi yil eshitgansiz, bu boshlanish yili, qanaqadir bir yangi loyihalarga asos solishning, o'zingiz haqingizda dunyoga ovoza berishning va umuman o'zingizni quraman deydigan bo'lsangiz, bu yaxshi yil hisoblanadi. Qanaqadir yangi tanish bilishlar orttiriladigan, yangi loyihalarga qadam qo'yiladigan yaxshi yil hisoblanadi. Lekin bu umumiy yil. Umumiydan tashqari har bir odamni o'zining shaxsiy yili bo'ladi. Chunki dunyoda individuallik hali atmen bo'lgani yo'q. Ya'ni individuallikni, o'ziga xoslikni, yagonalikni, bittalikni hali dunyo atmen qilgani yo'q. Shunday ekan 2026-yil umumiy yil, birinchi yil. Lekin biz uchun qanday yil? Masalan, shaxsan men uchun 2026-yil shaxsiy 5-yilim. Bu o'ziga yarasha kombinatsiyalar orqali hisoblanadi. Hozir men sizni boshingizni hisob-kitob bilan qotirmayman, balkim agar sizning shaxsiy yilingiz 1-yil bo'lsa qanaqa yil bo'ladi, 2-yil bo'lsa qanaqa yil bo'ladi, mana shu narsalar haqida ozgina aytib o'taman. Agar siz uchun shaxsiy yilingiz ham bir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2026-yil agar sizga shaxsiy yilingiz ham bir bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqadir bir yangi narsalarni boshlash uchun yaxshi muddat hisoblanadi. Lekin yilning ichida ham 9 oylik sikllar bor. Masalan, yilda 12 ta oy bor, to'g'rimi? Lekin raqamlar ilmida bizni hayotimiz 9 oylik sikllarga bo'linadi. Ya'ni umrimiz ham 9 oylik sikllardan iborat. Ya'ni siklni agar fasl, mavsum deb oladigan bo'lsak, mavsumning boshi 1 va oxiri 9 bilan tugaydi. Oylar ham xuddi shunaqa. Lekin yilda 12 ta oy bor. Demak, bizda yilda takrorlanuvchi qandaydir bir oylar bor. Aytaylik, yanvar oyi siz uchun 1-oy. Ya'ni sizda 1-yil va yanvar oyi ham 1-oy. 1-oyda shartnomalarga qo'l qo'yish yaxshi emas. Qarang, kazalazbi, hamma yangi narsalarni boshlash uchun yaxshi mavrid, lekin shartnomalarga qo'l qo'yish uchun yaxshi mavrid emas. Agar bu yil 2026-yil siz uchun shaxsiy 2-yil bo'ladigan bo'lsa, bu yil siz uchun munosabatlaringiz sinaladigan yil bo'lishi mumkin. Bu yil siz agar oila quraman degan bo'lsangiz, masalan, turmushga chiqmoqchisiz yoki uylanmoqchisiz, sizda mana shunday imkoniyat bor. Agar siz o'zingizga juft tanlab qo'ygan bo'lsangiz, bu yil siz ana shu munosabatlarni keyingi darajaga ko'tarish imkoniyati bor. Ya'ni agar siz 2025-yilning oxirida kim bilandir tanishib qoldingiz, oila quramiz dedingiz va bu yil sizda balkim oila qurib munosabatinglarni mustahkamlash yoki qonuniy qilish imkoniyati bor. Shu bilan birga, agar sizning shaxsiy 2-yilingiz bo'lsa, bu o'ziga yarasha ayriliqlar yili, o'ziga yarasha ikkilanishlar yili. Shuning uchun ham 2-shaxsiy yilda qandaydir bir jiddiy qarorlar qabul qilmaslik tavsiya etiladi. Nima uchun shunday? Sababi yil davomida sizni tisarilishlar, ikkilanishlar, shubhalanishlar, kachela sifati u yoqdan bu yoqqa tortadi. Shuning uchun ham siz jiddiy qarorlar qilmaganingiz yaxshi, chunki yil sizni doimiy shubhalarda va ikkilanishlarda bo'lishingizga itaradi, shunga olib keladi. Shu bilan birga shu yilning o'zida ham kontraktlarga qo'l qo'ymasligingiz yaxshi bo'lgan oylar bor, jarrohlik amaliyotini qilmaganingiz yaxshi bo'lgan oylar bor, uy oldi sottisini qilmaganingiz yaxshi bo'lgan oylar bor. Chunki aytaylik, uy oldi sottisiga kirishganingizda shu juda katta ehtimol bilan mulkni yo'qotib qo'yish yoki pulni yo'qotib qo'yish, qanaqadir bir krizisli vaziyatlar yuzaga kelib, masalan, dollar tushib ketadi yoki bo'lmasam sizga sotaman degan odam o'sha boshqaga sotib yuborgan bo'ladi. Xullas, shunga o'xshagan narsalar yuzaga kelish imkoniyati bor. Shuning uchun ham ayrim oylarda siz aytaylik mulk oldi sottisini bajarmaganingiz yaxshiroq. Shu bilan birga shunday oylar borki, u oylarda biror narsani boshlamaгаningiz yaxshi, balkim o'zingizni, sog'lig'ingizni tiklaganingiz yaxshi. Chunki oyning energiyasi sizga mana shu narsaga aytaylik qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni siz yangi narsani boshlayman desangiz, butun dunyo sizga deb turadi. Chunki butun dunyo aytaylik sizdan o'zingizga qarashingizni xohlab turibdi. Siz demak ana shunda o'zingizga qaraydigan bo'lsangiz, dunyo ham sizga tabassum bilan qarab turadi. Yana shunday oylar borki, bu oylarda jismoniy jarohat olish imkoniyati bor. Shuning uchun qanaqadir bir jiddiy sayohatlarni mana shu jarohat olishingiz mumkin bo'lgan oylarga belgilamaгаningiz yaxshi. Agar aytaylik siz toqqa chiqmoqchi bo'lsangiz yoki mesela sayohatga borib parashyutdan sakramoqchi bo'lsangiz, bu yaxshi bo'lmagan narsa. Ya'ni sizga tavsiya etilmaydigan narsa. Shu bilan birga shunday oylar borki, o'sha oylarda biznes qilsangiz, biznesingiz yurishib ketadi. Oyning energiyasida.
Yana shunday oylar borki, u oylarda u oyni maqsadga bag'ishlaganingiz yaxshi. Ya'ni prosta tak o'y xayol surib orzu-havas qilsangiz ham kutilmaganda hech qanday bir sizning harakatingiz ham orzu-havaslaringiz amalga oshib ketadigan oylar bor. Shuning uchun ham orzu-havasni maqsadini aynan mana shu oyga qilganingiz yaxshi. Chem aytaylik, siz mehnat qilishingiz kerak bo'lgan oyda o'y suradigan bo'lsangiz, na mehnatingizda omad bo'ladi, na o'y surgan o'yingizda omad bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani agar o'z mavridiga, o'z muddatiga, o'z aytaylik fasliga to'g'irlasangiz, bundan-da zo'r narsa yo'q. Endi bu 2-yil haqida edi. Agar 2026-yil sizning shaxsiy 3-yilingiz bo'lsa, bu yil siz uchun tahlil orqali omadli yil bo'lishi mumkin. Lekin bizda shunday bir keyslar bo'lganki, 3-казалось бы omadli yilda yilni boshidan oxirigacha surunkali kasallikdan boshi chiqmagan keyslarimiz bo'lgan. Buni ham o'zining sabablari bor. Ya'ni sizga yil unday keladi yoki bunday keladi degani bu aniq emas. Ya'ni qay ma'noda aniq emas? Yil qanaqadir bir qo'lga kirituvlar yili bo'lishi mumkin yoki xuddi shu bilan birgalikda yo'qotuvlar yili bo'lishi mumkin. Nima hal qiladi? Qo'lga kiritasizmi biron narsani yoki yo'qotasizmi? Buni sizni nastroyingiz va sizni energiyangiz hal qiladi. Shunday qilib yil omadli bo'ladi deganimiz bilan agar siz tushkun kayfiyatda, yomon kayfiyatda, kasallikda bo'lsangiz, o'zingizga qaramasangiz, o'zingizni ehtiyot choralaringizni ko'rmasangiz, analiz qilmasangiz, boshalamonlik bilan hech narsani tahlil qilmasdan xat-chakala hamma narsaga kirishadigan bo'lsangiz, juda katta ehtimol bilan siz uchun shaxsiy 3-yil казалось бы omadli bo'lishi mumkin bo'lgan yil ham kasalliklar va krizislardan tashkil topishi mumkin. Va bizda shunaqa bir keys bo'lgan edi. Ishtirokchim juda ham katta pul yo'qotganlik, $45,000 $50,000 uy olamiz deb mana shunday katta summani yo'qotishgan. Hisoblab chiqib qarasak 3-yil omadli yil hisoblanadi, lekin bu сделка, ya'ni uy olamiz degan narsa, shartnoma 7-oyga to'g'ri kelgan. Ya'ni 7-oy xaos, krizis oyi, bu oyda mulk savdo oldi berdisi qilinmaydigan oy. Именно shu oy ular uy oldi berdisini qilamiz deb, to'g'ri eslasam, yo $40,000 yo $50,000 siz qurib qolishganda, ya'ni hujjatlari yo'q, uyni olib qo'yishgan, developer yo'qolib ketib, esingizda bo'lsa kerak, bir necha yillar oldin shu Toshkentda novostroykalarda bu juda ham bir keng narsa bo'lib ketdi. Ya'ni kadastri yo'q, uy topshirilmayapti, odamlar kutib yuribdi va hokazo. Shunaqa narsa bo'lib ketgan edi, esingizda bo'lsa. Bu demak shaxsiy 3-yil haqida. Agar 2026-yil siz uchun shaxsiy 4-yil bo'ladigan bo'lsa, bu mistika yili. Bu orzu-havas qiladigan, maqsadlarni yozadigan yil. Chunki orzu-havaslaringiz va maqsadlaringiz siz kutmagan joyda, kutmagan tarzda amalga oshish potensiali bor. Siz agar plyusda bo'lsangiz, yaxshi kayfiyatda bo'lsangiz va shu bilan birga o'zining talablari bor, o'zining talablarida bo'ladigan bo'lsangiz, yil sizga mistik qo'lga kirituvlar yili bo'ladi. Yoki agar siz tushkun kayfiyatda, odamlarni muhokama qilishda, kasalliklarda, kasallikni yengishga harakat qilmasangiz, o'zingizni to'g'rilashga harakat qilmasangiz, bu yil 4-yil siz uchun mistik yo'qotuvlar yili bo'ladi. Agar 2026-yil siz uchun shaxsiy 5-yil bo'ladigan bo'lsa, bu yilda siz kommunikatsiya qilishingiz kerak bo'lgan, biznesingizni kengaytirishingiz kerak bo'lgan yil. Ya'ni yilning energiyasi sizda biznesni kengaytiraman desangiz, yil sizga davay deb yoningizga yordamga keladi. Agar siz yo'q, men bu yil yana boshqa narsa, nimadir qilaman, shaxsiy brendimni rivojlantiraman, o'zim haqimda gapiraman deydigan bo'lsangiz, yil deb turishi mumkin sizga. Ya'ni siz agar o'zimni aytganim bo'lsin desangiz, juda katta 2-3 baravar harakat qilib erishishingiz mumkin orzu-havas maqsadlaringizga va ularga ham qanaqadir bir miqdorda erishasiz-da. Lekin agar siz yilni o'zingizga bir sherik qilib oladigan bo'lsangiz, yil ham sizga yordamchi bo'ladigan bo'lsa, osonlikcha erishasiz maqsadlaringizga va orzu-havaslaringizga. Demak, 5-yil siz uchun kengayish masshtab yili ekan. Agar 2026-yil siz uchun shaxsiy 6-yil bo'ladigan bo'lsa, bu ham muvaffaqiyatga potensiali bor bo'lgan yil. Lekin agar siz bu yilda shaxsiy 6-yilingizda yalqovlikka ketadigan bo'lsangiz, dangasalikka ketadigan bo'lsangiz, komfortni xohlab qolib, ko'p uxlab, yegan ichganingizda palapartishlikka ketadigan bo'lsangiz, bu yil siz uchun qanaqadir bir ortiqcha vaznlarga olib kelishi mumkin bo'lgan, krizisga olib kelishi mumkin bo'lgan yil hisoblanadi. Ya'ni yil
o'zidan o'zi omadli, lekin yilning omadidan foydalanishingiz uchun sizning o'zingizda aytaylik shu tartib intizom bo'lishi kerak va yalqovlikni yenga olishingiz kerak. Chunki yilni energiyasi sizni yalqov bo'lishga undaydi, ya'ni siz komfortda bo'lgingiz kelib qoladi, achom, keks, shu o'y xayoli shu narsalar bilan band bo'lib qoladi. Mana shu narsalarni o'tib berib, ya'ni u narsalar ham bo'lsin, lekin tartib intizom ham bo'lsin, boshqalarga qulaylik yaratish ham bo'lsin, o'zingizni sevish bo'lsin, boshqalarni ham sevish bo'lsin, boshqalarga ham xizmat bo'lsin. Ana shunda yil siz uchun omadli bo'ladi, yilda oshig'ingiz olchi bo'ladi. Agar siz uchun 2026-yil shaxsiy 7-yilingiz bo'lsa, bu yil biron narsaga kirishmaganingiz yaxshi, uy oldi sottisiga kirishmaganingiz yaxshi, shartnomalarda ehtiyot bo'lganingiz yaxshi. Har bitta narsani qo'l qo'yayotgan bo'lsangiz diqqat bilan o'qishingiz talab etiladigan yil, chunki yilni energiyasi krizisli yil, lekin yil sizga tashlaydigan sinovlardan, to'siqlardan o'tadigan bo'lsangiz va dostoyni o'tadigan bo'lsangiz yil haqida. Agar 26-yil siz uchun shaxsiy 8-yil bo'ladigan bo'lsa, bu yil siz jiddiy o'qiydigan va jiddiy mehnat qilishingiz kerak bo'lgan yil. Bu yil siz yangi narsalarni o'rganishga emas, balkim e'tiboringizni va resurslaringizni ko'rsatayotgan xizmatingizni yaxshilashga qaratishingiz kerak. Ya'ni qanaqadir bir yangi yo'nalishni o'rganib olib, yangi yo'nalishni o'quvchilaringizga o'rgatasiz emas, balkim shu paytgacha nimani xizmatini ko'rsatyapsiz. Aytaylik siz psixolog bo'lsangiz, psixologiyani yaxshilang. Har xil yangi yo'nalishga o'tib, aytaylik yo'miy rastanovkalarni o'rganaman yoki bo'lmasa bioterapiyani o'rganaman emas. Psixolog bo'lsangiz, psixologiyani mustahkamlang. Agar tarolog bo'lsangiz, taroni mustahkamlang. Yo'q, men bu yildan boshlab maksessiyalarni o'rganaman, maksessiya o'taman deb u tarafga ketmang. Bu yil o'zingizni ko'rsatayotgan xizmatingizni yaxshilang. Ana shunda sizni oshig'ingiz ochi, ana shunda mullajiringlar juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa sizni shaxsiy yilingiz 8 bo'lsa, faqat uporniy mehnat orqali, o'qish xizmatingizni yaxshilash orqali juda ham katta pullaga chiqishingizni potensiali bor bu yil. Agar 2026-yil siz uchun shaxsiy 9-yil bo'ladigan bo'lsa, bu yil hech narsani boshlamaganiz yaxshi. Bu yil e'tiboringizni o'zingizga qarating, sog'lig'ingizni tiklang, kuchlaringizni tiklang, resurslaringizni tiklang, chunki keyingi yil siz uchun 9 yillik mavsumning boshlanishi bo'ladi. Mavsumning boshlanishiga kuch-quvvat bilan kirib keling. Bu yil hech narsa ko'karmaydigan yil. Agar siz uchun 2026-yil shaxsiy 9-yil bo'ladigan bo'lsa. Mana shunday qilib biz hozir 9 yillik siklni juda ham qisqa qilib tahlil qilib chiqdik. Bu yillar qanday hisob-kitob qilinadi va mening shaxsiy yilim bu yil nechinchi yil ekan, buni qanday bilaman desangiz, aynan mana shu tahlillar haqida Telegram kanalimizda bilib olishingiz mumkin. Telegram kanalining silkasini ushbu video ostida topishingiz mumkin. Ungacha siz bilan tahlillarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deyman va barchangizga omadli va har jabhada mazmunli 2026-yil tilayman. Bu yo'lda sizga yordam kerak bo'lsa, albatta biz sizga yordam berishdan mamnun bo'lamiz.